Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana oshxona sohasiga qiziqqanlar uchun bitta rolik tayyorladik. Mana bu Vitebsk bilan Minskning trassasi. Bu trassadan mana shunaqa katta mashinalar o'tib turadi doim. Ko'ryapgan bo'lsanglar, ana yoqda bitta mashina kirib ketyapti mana. Mana u yoqda stoyanka bor, mashinalar turadigan. Hop. Keyin bu yoqda ham katta mashinalar to'xtaydigan stoyanka bor. Ana stalovoy deb yozib qo'yishibdi. Mana bu yoqda. Bu yoqda ham stoyanka bor. Hozir yonida mana magazin. Kirib sizlarga restoran, kafeni ham obzor qilib beraman. Mana kiramiz ichiga. Все мебель остался, да, здесь? Наверное, да. Mana kirganimizda mana tayyor divanlari bilan stol, stul, hamma narsasi turibdi. Oldin bu даже mana konditsionerlarigacha ham bor, ko'rishingiz mumkin. Oldin bu yog'i ishlagan, o'tgan yili bu yog'i to'xtatilgan ishi. Hop, bar vitrinalari, hamma kommunikatsiyasi mana Wi-Fi, elektrichество, hamma narsasi tayyor holatda. Hattoki mana bunaqa xolodilniklari, moykalari hammasi bor. Здесь санузел, да? Да, там. Bu yoqda mana tualet. Tualet. Bittasi mujskiy ekan, bittasi женский ekan mana. Hammasini podrobniy ko'rsatib beray. Kimda kim qiziqsa, bu bizning rayonda joylashgan. Vitebsk oblast, Dokchetskiy rayon. Tak, bu yoqda endi banketni zali bor. Banketni zal, bilmayman necha kishiga moslashtirilgan. Ishqilib bu yoqda tug'ilgan kun, to'y, vecherinkalarni qilish mumkin. Mana hamma narsasi qoladi joyida. Patolog, otopleniyasi bilan qanaqadir muammolari bor deyishgandi o'tgan safar. Ularni ham yechsa bo'ladi. Endi kuxnyasiga kiramiz. Bu yoq mana kuxnya. Kuxnyani endi mana bunaqa plitkalari ko'chib qolgan joylarini remont qilish kerak. Hop, mana bu yog'i pech. Mana bu nima ventilyatsiya sistemalarini to'g'irlash kerak. Bu yoqda gaz bor. Это здесь баллонный газ, да, по-моему? Устанавливается. Баллон устанавливается, да, на газ, пропан? Баллон на улице. Mana bu yoqda balon gaz, ko'chada gaz balon turadi. Bu mana nержавейкаdan qilingan hamma оборудованиялari, холодильниклari. Плита забрали, да? Раньше здесь плита стояла, по-моему. Готовились. Bu yoqda oldin plita bo'lgan edi, buni olib ketishib shekilli boshqa joyga. Оно туда, оно было. Да. Старое. Bu yoqlar endi skladskoy mashinalari. Здесь мой. Bu moykasi ekan, xosiyatga yoqish kerak ekan bu. Bu mana moykasi. Iloji boricha ko'rsatib beramiz. Stiranniy mashina. Bu yog'i ham mana idish tovoqlar uchun yuviladigan nimalar. Endi mana pataloylarini, mana bu yoqlarni bir qator tozalab, yaxshi holatga keltirib olsa bo'ladi. Harakat qilsa.
А здесь что? А там, кажется, банкетный зал. А, тут тоже еще один банкетный зал, да? Да, ну, VIP-комната. А, VIP. Bu yoqda VIP xonasi bor ekan. И там туалет, то есть, направо. Ha, mana bu yoqda VIP zali Вход bor вы ekan. сразу. Ha, tam оттуда, ну, с центра. mana bu VIP xonasi, даже mebellarigacha ham bor ekan, hamma narsasi. Ko'rishinglar mumkin. Divan, кресло. Здесь гостей особенно ждут, да? Да. И там Делегации туалет. какие-то. Ну, так. Серьезно. Понятно. Bu yoqda ham mana sanuzel. Какие-то офисные помещения тоже есть, да? Где там... Или только вот это все? Ну, да, вот это все. Xo'p, mana bu yoqda ham mana skladi bor ekan. Har xil narsalarni saqlash uchun, meva sabzavotlarni saqlash uchun yana bitta skladi bor ekan. Bu yoqda chiqib ketish uchun bu yoqda ham qanaqadir mayda skladcha. Bu mana razgruzichniy, tashqaridan yuklarni olib kirish uchun. Это выход на улицу. И bu yoqda menimcha bu ham sklad. Xullas mana hamma narsasini sizlarga aniq ko'rsatib berdim. А здесь открывается сзади? Есть ключи? Xullas mana shunaqa. Kimda kim qiziqish uyg'otsa, bu joyimizni arendaga olish mumkin yoki sotib olish mumkin. Mana xolodilniklari ham dash turgan ekan. Bularni ham e'tibordan qoldirmaylik. Mana suv saqlash uchun xolodilnik. Xo'p, mana bu barni stakani ham ichidan olib beraman. Bu yoqda mana moyka. Keyin tez anaqalarni shaurma yoki bir qanaqadir mahsulotlarni tayyorlash uchun tayyor joylar. Ko'rishinglar mumkin. Mana remonti yomon holatda emas. Pataloylari mana natijniy patolog ekan.